o'rikka ushbu bog'da mana shu usulda shakl berilyapti. Bu UFO biaksis usuli hisoblanadi. Ikkita gorizontal shoxlar bo'ladi va ulardan vertikal mevali shoxlar shakllantiriladi va mana shu shoxlarda meva olinadi. Mana sizni ko'rsa bo'ladi. Ko'rinayotgan bo'lsa, bu o'ziga xos mevali devor bo'ladi. Mana ko'rish mumkin. Deyarli umuman chiqmaydi. Taxminan 20-30 sm joyda butun forma joylashgan bo'ladi. Orasi 3 metr, juda yaqin. Podvoyi mirabaland va baribir o'rtacha tez o'sar darajadagi ildiz va bu holatda eng to'g'ri yechim bu 3 metr, 2,5 metr holatda shu UFO biaksis uslubi deyiladi buni. Mana shu usul to'g'ri deb hisobladim va shu usulda shakl berdim. Va mana shu shoxlarda endi meva olinadi. Hammasi meva shox bo'ladi. Orasi taxminan 15-20 sm qilib qo'yiladi. Hali yana chiqmagan joylar bor. Bu yerlardan yangi shox chiqaramiz, stimul berib va ularni ham hammasini shu bir chiziqqa devor, xuddiki bir devor usulida shakllantirib boriladi. Narigi tarafida sliva bor. Slivani ispan butasi usulida shakl beramiz uni.